Bir oydan keyin to'y. Menni qizdirasan. Ertaga uchrashuvga chiqasan. Tanimagan qizim bilan qanaqa qilib oila quraman? Bu yaqin o'rtog'imning qizi. Va'da berib qo'yganman. Yetim qizingdan o'lsa o'ligi ortiq. Dugonangizni qizini baxtsiz qilib qo'yib, ajrashib ketsam, dugonangiz bilan yuz ko'rmas bo'lishdan qo'rqmaysizmi? Yetim qizingga uylanding-ham deylik. Ertaga qarindosh urug' qudang qani desa, piyonista xotinbozni ko'rsatamanmi? Ertaga u qizni baxtli qilishimga kim javob beradi? Qarindoshlarmi? Yo o'sha dugonangizmi? Men baxtli bo'lishim sizlarga qiziq emasmi? Ikkita yo'ling bor. Yo meni aytganim bo'ladi. Yo to'rt tomoning qibla. Bora qol, baxting orqasidan. Ota-onani norozi qilib baxtli bo'larmikanman?